yo'q. Get ready with me. Ketdik. Hozir. O'ylab qarasam, anchadan beri GRV'ma qilmabman, chunki uydan ko'chaga chiqmayotgandim. Uyda o'tiraverib ahvolim qaranglar, nima bo'lib qopti bilmadim. Kirdi chiqdi bo'lib qolganman, tomim ketib qolgan. Kamerani tepaga qo'yib olib, tinmay gapiraman, o'ngga tushaman. Hammayli uyda ko'p o'tirishda oqibati shekilli dedimda, shartta o'ylaychamki, oldim bugun konsertga ketyapman, ya'ni jaz yo'nalishidagi konsertga. Shu uchun sarazi shu o'ylaycham kiydim, lekin konsertga shim kiyib bormaganimga afsus qildim. O't ustida o'tirdim, oyoqlarimga o'tlar botib ketdi. Aksessuar taqaman dedimda, shuna keldim. Go'layishim qaranglar, tavba qildim, bilmadim, uyda o'tirib kirdi chiqdi bo'lib qolganman. Kim o'zi nimanga o'xshab shunaqa borni aytib, boricha tutaladi. Kommentariyada yozib ketinglar. Shuna soatda taqamansam shuncha aksessuar pastga to'kilib ketiyor. Hammayli dedimda, olib turib keyin tezlashtirilgan kadrda jippillab atirlar surkadimda, kankillatib temir tersalarni taqishni boshladim. Bilmadim, agar boru qizlar biz oldimizga magnit kelib qolsa, shuncha temir tersada orqasidan magnitga yopishib qolsa kerak. Qilayotgan qilig'imni qaranglar. Voyda, hammayli. Oyog'imga bo'lsa shu krossovkacham kiyman, chunki boshqa narsam yo'q. Bor, faqat ko'ylakka tushmaydi. Shuning uchun shu krossovkani oldim. I found a love for me. Indamasa xush yoqadi, aslarga ham bo'ldi, chalg'imaymiz. Xullas men kiyinib bo'ldim, tayyorman. Endi bo'lsa konsertga borsam bo'ldi. Sizlar yaxshi ko'raman, men qadrli lyubimchiklarim.